Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammalariniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamish, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyaninki fuqarosi. 2009-yili Shvetsiyaga o'qish bilan kelib, o'sha yerda qolib qolgan. Men navbatda meniki vatandagi ota-onamniki qonunsiz kesilib o'tilganiga qarshi Xitoy hukumatiga norozilik namoyishimni boshladim. Chunki meniki ota-onam 5 yilga yaqin bo'lib qoldi. Shu Xitoyniki qorong'u zindonlarda begunoh holatda yetiqliq. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20 kun tug'ilgan. Ili oblastlik telegraf idorasidan dam olishga chiqqan. Opam Sadat Povdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Ili oblastlik qatnash idorasidan shu Ili Fandiyan burunqi ili mehmonxonasidagi qatnash bo'limidan pensiyaga chiqqan. Mening ota-onam 2017-yili 1-oyning 27-kuni atgan soat 9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik tarmoqlari tomonidan tutib qochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalash bo'lgan. Undan keyin opam dadamni iqalatda sud etib, 2 yil nima 5-da 5 yillik, undan keyin 18 yillik kesib o'tgan. Sudninki qarori garchi og'zaki bo'lsa-mu, shu nima orqali Musho sudninki qarori garchi og'zaki bo'lsa-mu, hozirgacha kuchga ega bo'lib, dadam shu Ilo oblastninki Kunas noyistik turmida, opam bo'lsa Bayandayninki G'ulji shahridagi Bayandayninki diviziyaning turmisida jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoy hukumatiga shuni kesib aytamanki, mening ota-onam begunoh bo'lib, men Xitoy hukumatidan mening ota-onamni shaxsiz qo'yib etishni talab qilaman. Meningki ota-onamniki kesilib ketishningki sababi bo'lsa, birinchisi meningki shu Shvetsiyaga chiqib, o'qishga chiqib, panohlik tilab kelib qolganligim. Ikkinchisi, undan keyin opam dadamniki Turkiyada men bilan ko'rishganligi. Mushu sabablar tufaylidan ota-onamni kesib o'tgan. Men yana shundaqla boshqa qarindoshlarnikimi ota-onasiga ega chiqib, mushu Yevropa, G'arb ellaridagi parlamentning oldinlarini bo'sh qo'yib o'tmay, mushularniki bo'pmi dushanba kundan juma kungacha oraliqda qattiq to'g'lab xizmat jarayonida shu parlament a'zolarininki shu kuchini yetishi to'g'lab bizningki ishimizni yana Xitoyga besim qilishga, ota-onlarimizniki izderigini elishga chaqiriq qilishni men qarindoshlardan umid qilaman. Ham shundaqla barliq qarindoshlarniki ota-onlarga ega chiqishini umid qilaman. Onondagi qarindoshlar ba'zi bir narsalar kelgan chaqda biz qalbimizga bir qism savollarni qo'yib bersak bo'ladi. Chunki bizningki oramizda Uyg'ur tilli Xitoy yasab chiqargan josuslarning ko'pligidan bizningki ishimiz mana o'tgandimi Dunyo Uyg'ur qurultayidagi Farhod Yo'rinqosh degan shu dedim shu 17 yilning yog'i amdi Dunyo Uyg'ur qurultayining salohiyatida BDTga kirishga amdi oldi. Qarindoshlar Tibetlar qayaga berib bo'ldi, bizningki qayerda so'zilsak undaydi, bundaydi. Bular ish qilmaydi qarindoshlar. Mana masalan shu Dunyo Uyg'ur qurultayidagi Shvetsiyadagi odam meningki ota-onamnikini shundaq matbuotdan yordam berma, uni qilma, buni qilma, matbuotniki kuchi ko'tarilib chiqqan chaqda bo'ldi, endi Xitoy tarafdan men bir nimani angladim, jimaroq turib tursang bo'ldi-ki deb shundaq gaplarni qildi. Undan keyin o'ziningki shu virus mazgilligi shu ehtiyojini men orqali nima qilib, eng oxirida bu ishni qilamidimmi yoki men chiqishdan bilib ketdimmi, shuningga Amerikadagi Zubayra degan bir xotindan bir materialni akasi men orqali Xitoy konsuliga Shvetsiyadagi. Chunki qarindoshlar hozir har qaysi davlatningki istixborotlari uchurni qamal qilishni shundaq ching tutyapti. Bu o'yliqi bilgan odamlar biladi, bilmagan odamlar bilmaydi. Chunki bizmo masalan shu bexatarlik idoralari bilan ko'rishgan vaqtda Shvetsiyadagi mushu asosiyatdan shaxsiy uchurlarimizningki setilganligidan mushtaq narsalardan bo'ldi, bo'lmasa Xitoy hukumati bilmaydi degan chaqda bu deganning to'g'ri asosi bor deb qilindi. Shuningga hozir har qaysi davlatlarningki meningcha istixborot idoralarimi kuchli ma'lumotlarga ega deb qarayman. Shuningga uchur ta'minlash shundaq nim qilib ketgan bo'lgan ekan, bular burun ko'nrab qolganlarni asosiyatdan ishlatmay hozir yangidan ota-onasi kirib ketgan bo'libmi, atay kesib yetilganlarnikini tutib turib ojizligidan shundaqlarni qilyotdi. Qarindoshlar, o'zimizniki kallasiga o'zimizdek ega bo'laylik.
Bularninki sanamlarga hargiz o'ynamaydi. Mana hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultayininki shu saylam nemasiga qarasanglarmi, amaliyotda hamma kirayotganlarninki ba'zi bir akalarimiz, ba'zi birlarninki men bilib ketmaydi ekanman, qolgan men biladigan xultulg'a hujayra deydi. Bularni hukumat atalari Bingtanga tutashliq. Bularninki Turkiyada shundaq pullari bor, uylari bor, talla mag'zillari bor. Har qaysi masalan shu Shvetsiya, Norvegiyadami, masalan Daniyadagi qarindoshlarnikinimi shu o'ylantiriblam uya bu yerga akatgan Daniyadami bir tuzuk bir tashkilotniki asli Uyg'urlar ashadimi bir ishlarni qilsa bo'ladi. Daniyadami tuzuk bir vakillarni qo'ymagan Shimoliy Yevropani qattiq shu iskanjaga ilib olgan ham jamoatchilikni shu qo'saqning g'imig'ini sap qo'ygan undan keyin mushundaq Uyg'urlarni Shimoliy shu Skandinaviyadagi shu nihoyat bir oqko'ngil Shved, Norveg, Finlandiya xalqlariga, hukumatlarga bizni terrorist ko'rsatish uchun har bir davlatdan birda 2dan 3dan odamlarni Suriyaga yo'lga silayotgan. Uni desak, biz sanmadoq yoki bizning kishimiz yo'q. Uni borgan jurnalistlar hammani so'rab 2016, 2015da, 2016, 2017da, 18da borgan hamma so'rab nima vajidan ketgan u yerda hamma Suriyaga ketganlarning ichida hammasiniki o'zaro tanishlari bo'ladi. Aşılar arqılıqmı so'raydiganni so'rab, hammani yezadiganni yezib, daftarni taxlab ekan qilib qo'ygan. Boshunda qarindoshlar, bu bizni faqatlam davarimizni faqat ilgari bostonmidi bu milliy munofiqlar. Qarindoshlar, shuningga bak qalbimizga shashib olayli. Hozirgacha bir irqiy qirg'inchilik deganni og'ziga ololmaydi, yo terrorist Xi Jinping deganni og'ziga ololmaydi, yo Xitoyga qattiqroq bir hech nima qilolmaydi. Chunki hammasiniki Galden yoki bir yerda ilinib qolgan ishlar bakchiq. Men dedim-ku, Dunyo Uyg'ur qurultayidagi emas, Shvetsiyadagi ba'zi ayollarninki shundaq kompyuterga qochilib olgan shundaq videolari yosh bolalarning orasiga silib, shundaq burungi kona shu Amerikadagi olamda, boshqa yerga olamda shundaq narsalar. Uni metaxi o'tganda texi meningki kompyuterim virus uchrabdi deb menga tatib shuni avatdi. Uning kompyuteri virus uchurdimi yoki nima bo'lib juyilib ketdi? Oningki o'ziga hamma odamning qo'lida o'ziga tushloq to'plab olgan narsasi bo'ladi. Qarindoshlar, mana mushunda bularga mushundaq narsalar nerdan keladi? Bular nima uchun mushunda qiladi? O'ylab beqinglar. Bular nima uchun bugünkidek Uyg'ur xalqimiz irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan xalqimiz nihoyat bir dafsandachilikka uchrayotgan vaqtda bularni qutqizish emas, bularni zaharlik o'li bilan texmi mushunda qilyapti. Qarindoshlar, 90-yildan 2000-yilgacha bölgençinin davasını qildi. 2000-yildan 2016-yilgacha Uyg'urlar terrorist emas deganini qildi. Mana bo'lmasa Afg'onistonga chiqarib o'tgan nurg'un mujohidlarning ichida Amerika qartib o'q atganlar, Amerikaning anangning aqvamiga buylar. Uningki Guantanamoga solib o'tgan ularni. Yana shu Amerikaning g'arablarning ichi ag'irtib qo'yib, men Uyg'urga mana xato qilib qopti deb, yana shularni akab Shvetsiyaga yer boshqa yerlarga o'rlashtirib qolganlar bor. Ya Amerikada nima haqqi bor qarindoshlar? Qildi degan azroq ishlatmamdi. Bu o'qimagan odam, din bilan laplashgan odamda nima siyosat bo'ladi? Sordun Sabrning kitobidami, ishningdimi yezig'liq mana. Miltiqni biz tutsak, ozodlikni biz qilsak, mollalar davr surimiz deydi degandekidek. Yalar yezilgan. Bu tarixdan tahlangan, hozirdan tahlangan. Meni qanchalik tillishinglardan qat'iy nazar, meni qanchalik menga nima berishinglardan qat'iy nazar, men o jamoatchilikning uchun yo'q, men ular bilan yashamayman, ular bilan meniki ilm bermanmi yo'q. Men o'zimga odam, men shuning uchun bu narsani so'zlab ketishim kerak. Hozirmi shu qarindoshlar kechgacha Afg'onistonning vaziyatini tahlil qilayotgan, Afg'onistonning vaziyatini tahlil qilayotgan, O'zbekistonda oshxona ichish, O'zbekistonda salla mag'ziri ichish, Uyg'urlarni qiziqtirish, O'zbekiston bilan Afg'oniston bevosita chegaralashsa, temir yo'llar qurilib bo'lgansa, shundoq opirib bizning vatan deydigan qarindoshlarimiz ichida bir parcha o't bor qarindoshlarimizni opirib o'limga ishtamoqchi bular bor qarindoshlar. Shuningga bak diqqat qilinglar. O'zinglarning xotinni o'zinglar xotin qilinglar, o'zinglarning bolalarini o'zinglar qilinglar. Ularni mushlarning hech qaysi da'vat qilganlarning yoki shu narsani qilayotganlarning hech qaysi bormaydi. Shunda xabarlar chiqarganlarning qarasanglar, yo vatanda turmush saqchi so'p ishlagan, yo bir nima qilgan, yo harbiy tutgan, faqat tashviqot bilanlar Uyg'urni qo'qitish, Uyg'urni fitna qilib bo'lginchilik selish. Uyg'ur mana bu kunma shuni Twitterga aytibdi ingliz chiqib netchi. Xayillarniki nima shunda bo'lmaydi, mushtamishda qan. Buningdagi otimiz hamda shvetscha bo'lamdi, inglizcha bo'lamdi.
Bütünlükni ayab o'tirgan narsa. Biz bularni ayab ma'qul deb mushu kunga keldik qarindoshlar. Shuning uchun bularni qat'iy ayab qo'ymaslik kerak. Ota-onamizga ega chiqishimiz kerak. Meni mishadiki shunda burun ishlagan tashkilotdagilarningki qarindoshlar 2012-yili Taylandga berib ko'rishib kelgan anchantingdikilar bilan mana dal ovozni ilib olganman mayadikidan. Mishadikiningki tashkilotchining xotini ko'rishib anondikin kirgan Dubayga ketayotgan, Turkiyaga ketayotgan, Budapestga ketayotgan, hatto Finlandiyaga bir xanso bilan bir Uyg'urning Jonfabining kelgan. Hammani bilamiz qarindoshlar, tizimlab degan hamma narsa pechat menyotydi. Bilmaydigan ish yo'q. Qancha odam Suriyaga silindi, qancha odam qayerda o'lib ketdi, qancha odam vatanga ketdi. Ashlar hammasi mush xoinlar o'zlarining og'zidan chiqqan narsalar. Chunki xoinni obdan biladi qarindoshlar. Shuningga kallamizga, o'sh kallamizga diqqat qilib, o'zimizniki nimani singdirib yeyishayotganligimizni, o'zimizniki narjurayotganligimizni biz bilib ish qilaylik. Bularning kayindan qarqoyoq mangmayli. Mana mushu hozirgi dunyo Uyg'ur qurultiyining saylamdikininkinim ko'rsanglar, hamma dumbataraq taqir-tuqir go'ylaya. Birisininki ya bir yana diplomi yo'q ey. Qarindoshlar, ayol kirib xizmat qilib, ND'ning pulidan maosh qilib qochishmaymiz ya. O'qimaganmi milay, og'izdan chiqayotgan gaplar, men bular bilan bir so'rinda o'tirib baqqan-ku. Xudoga shak keltirishlari. Aşındaq işqib badimmi yig'immi badim deb xalqning uyini buzitib qolgan, xalqning bolalarini yetim qilib yetib qolgan. Qivatqa yerda shu buzuqchilik, maynatchilik qarindoshlar shuningga kelgan balay afat bizga. Domilchilikdan kelgan, maynatchilikdan kelgan narsa bu. Qaysi birsiniki axloqi yaxshi ham shuning ichidagi qurultayning qaysi birsiniki qo'llayotgan xotinlining bo'lsin yoki erkakninki bo'lsin. Qaysi birsi bir tuzukroq bir dindor. Yiliqi diniy ishlar birimiz degan Turg'unjondan so'rab chiqilsa, bijmo chiqib qo'yganingki. Rasva bularningki hammasi. Bu yerda Norvegiyanimi kontrol qilib olgan, xalqning yuragini ezib. Ayada Finlandiyaninkini natchiga bo'lib qilib olgan. Shvetsiyaninkining ichida natchiga bo'lib. Çoğul dokumenti bilan berib kelganlar bor. Ashlarning erlari qayalarda ishlaydi sizlar o'zinglar obdan bilasizlar. Çoğul dokumenti bilan berib kelish degan bo'pti. Çoğul dokumenti bilan berib keldim deyli. Uning eri kim o? Buningga savol qo'yish kerak. Qandoq berib kelalaydi? Ash narsani nomus qilmaydik. Biron achtiq refiyalar yog'ladimda, qitni xalqni mingisi jupla aylantirib. Chunki bular hammasi tegidim bir. Shu qarindoshlar. Yana desam, yana shu. Manga o'tganda deb so'zlab ketdi, ota-onasi bilan beshida chiqqan chaqda mishta deb. Men bu yerda yolg'iz ota-onamnikini ham beshida degandim, keyin qarash, chiqish, do'stlar bilan fikrlashish, hambahlanish jarayonida ota-onamnikini anglatganim va xalqnikini anglatganim mumkinki, men shanba-yakshanbada shundoq ancha-muncha bir Uyg'urchada narsa so'zlab, xalqning azroq bir ko'zini ochmasam, xalqimiz bak g'aflat qilib ketdi, bak shakar yoltilgan zambarak o'qinyap bak qo'qab ketibdi va yoki bo'lmasa bak mushularga bak ishinib ketdi. Bular ishonmanglar qarindoshlar, bularning qo'lidan hech qanday ish kelmaydi. Men tillab cho'kib vatvarga chiqaryaptim, menga birisi chiqib birimda aldimi? Dalanmaydi. Chiqadigan bo'lsa, men yerga guyninki bo'ynini tutgan peti akab, shu necha yosh bolalar bilan qo'yib o'tag'izib, tizlandirib turib, butun ovozni qo'yib, ikki xotinni, uch xotinni akab, yig'ib akab o'sha bugun biron vatanda qanday qilsa xiygarcha qiz bo'tag'izman bu necha qizni. Mushunda qarindoshlar bulardan qo'rqadigan hech qanday ish yo'q. Qo'rqmanglar. Bo'pmi hammadan bak. Boshqa sizlarga jiqishlarni bilmaganlar, ota-onanglarning, adlaringlarning, akalaringlarning, singlaringlarning ishni biladiganlar chiqib ega chiqinglar. Masalan, Gollandiyalarım shunday jiq. Masalan, Gollandiyadagi Danxaqdagi ICC xalqaro jinoiy ishlar sotining oldiga beribmi, namoyish qilib kunni kar qilsanglarmi, Xitoyga qanchalik besim urildigini, Xitoyning yuriga qanchalik xanjar urildigini bilasizlar. Va konsul oldiga berib olsanglar, foydasi yo'q qarindoshlar. O xuddi Nurahmatdan tayoqni yeyat, yana Nurahmatning yiniga berib, bu Nurahmatdan tayoq yegan odam sochchining oldiga boramiz qarindoshlar. O Nurahmatdan tayoqni yeb, yana Nurahmatni olib meni urmara desa, 71 yilning yog'i emas. O'sha Xitoy bizning vatanimiz kirganning yog'i bizni shunday qirg'in qilyapti. Shuningga bularga ishonmaslik kerak. Shuning uchun bu xoinlarning hozir eng necha vaqtdan beri bularning vaqti Xitoy samartdi, uylarni qilib berdi, Gretsiyada, Maltada, u yerda, bu yerda.
bular pullarni to'plab berdi, endi bularni ishiltidi. Bular yani o'ylaydi ekanki, o'sha Xi Jinping tushib ketsa, yana ila burunqi davrga qaytsak, yana bitta yashaymiz deydi. Bularning ichida Xi Jinpingga yomon ko'radigan, boshqa Xitoylarni yaxshi ko'radigan bir ikki bisliq ishlaydiganlar bor. Men sizlarga aniqroq deb bersam. Shu qarindoshlar, bo'pti, unda bo'lsa, hammanglarniki shu joy vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men bugun endi shu mishichilik qilayapmiz. Qolganini yana bir keyin gaplashamiz hamsa.